uyda har kuni ovqat qilaman, ovqat beraman. Ovqat qilaman, ovqat beraman. Va uydagilarda oshqozoni borki, umuman o'ylamaydi. U o'zining vazifasi bugun ovqat keladimi, yo'qmi, bugun och qolmaymanmi, yo'qmi degan narsani o'ylash borku, o'sha oshqozonning vazifasi. Lekin ularni ham men o'ylayman-da, men ularni jediraman, ichiraman, chichiraman, siydiraman, uyini tozalayman, pastelini yuvaman, kiyimini yuvaman. Ular faqat borki jeb yashab bersa bo'ldi-da. Hamma narsani men qilishim kerak. Yana kim yomon? Mana semiz xotin yomon. Oshxonadagi sassiq xotin yomon. Nima emish? Faqat ustidan moyda hidi kelamish. Nima emish? O'zimga qaramaymish. O'zimga qarasam mana ovqatni katta xolam pishirib keladimi, to'g'rimi? Kim qiladi buni ovqatni? Yana nima emish? Men qornimda 9 oy ko'tarib, miyasini o'zimga nastroyka qilib tuqqan bola, ularga yaxshi emish-u, uni tuqqan yenasi jomamni. Shu ovqat qilayotganda xayolimga shu narsalar tumma aylanib